Sure Nur tercümesi 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir suredir ki onu biz sana nazil kıldık. Onundaki ahkamlarını farz kılıp bekittik. Ey müminler, sizlerning vazi nasihat elishinglar uchun uningda sizlarni amal qilsin deb shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nozil qildik. Zina qilg'uchi ayol va zina qilg'uchi erning har birini 100 darajdan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda mu'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. Zina qilg'uchi er faqat zina qilg'uchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qilg'uchi ayol faqat zina qilg'uchi erga yoki mushrikga tegadi. U ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi. İffetlik ayollarni zina bilan qaralagan, bunun rastlıqıga adil 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 darra uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat chaplagan har bir odamni qamcha va shuning o'xshash narsalar bilan 80 ni uringlar. Chunki ular iffetlik ayollarga yolg'ondan tuhmat chaplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat chaplash maydonida ching turadiganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular bo'hton chaplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiqquchilardir. Keyin tavba qilgan ve amellerini tüzetkenler, yani iffetlik ayollarga qayta tuhmat chaplamaganlar buningdan mustasno. Ularni kechiringlar. Guvohlikni qabul qilinglar. Chunki Alloh mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni banda tavba qilib o'zini tuzatsa, uni Alloh mag'firat qiladi. To'limi mehribondir. Xotinlarini zina bilan qaralagan ve özlerinden başka guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qitim qasam qilsin. 5-chi qitimida agar yolg'onchi bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin desin. Xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qitim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlanib qilindi. 5-chi qitimda u agar rostchilardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'ladigan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'lardinglar. Alloh tavbani bakmi qabul qilg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shubhisizki sizlardan bir turkum odam Ayşe'ge bo'hton chapladı. Buni o'zinglar uchun yomon deb gumon qilmanglar. Sabr qilganliginglar bilan savobga erishadiganliginglar uchun va Ayşe Safvonlarning pokligi oshkor bo'ladiganligi uchun balki u sizlar uchun yaxshidir. Bo'hton chaplag'uvchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo berildi. Bo'htonning cho'ng qismini tortganlar Bo'htonning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ladi. Bo'htonni anglagan chaqlaringlarda er ayol mu'minlar bir-biriga yaxshi gumonda bo'lib, nima uchun bu aniq bo'hton demidi? Ular nimishqa 4 nafar guvohchini keltirmadi? Guvohchilarni keltirolmagan ekan, ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblandi. Sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi,
böhtan çaplığınыңlar üçün əlbəttə çoğ azabqa düçar bulatdыңlar. Öz vaxtıda böhtanını tilinglar bilan taqatdinglar. Bilmeydiğin nərsənglarni ağzınlarga aldыңlar. Onu sel çaqladыңlar. Halbuki Allah'ın nəzərdə o çoğ günahdır. Onu anlayan çığınlarda nimişki mundaq sözlerini qilish bizga münasib emas. Ey Allah, sen pakdırsan ki bu çoğ böhtandır demedinglar. Allah sizlarga nasihat qiladi ki, agar mu'min bo'lsanglar, hargiz qaytib bundaq so'zlarni qilmanglar. Allah sizlarga shariat ahkamlarini va go'zal adab axloqlarni ko'rsatib beradigan oyatlarni bayon qiladi. Allah bandalarga foydali ishlarni obdan bilguchidir. Tadbir qo'llanishda va shariatni barpo qilishda hikmat bilan ish qilguchidir. Mu'minlar ustida yomon so'zlarning tartilishini yoqtiradigan odamlar shubhisizki dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Allah sirlarni va niyatlarni bilib turdi. Sizlar bilmaysizlar. Allah'ın sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarni qattiq jazolaydi. Allah shafqatlikdir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, şeytanның keyniga kirmanglar. Kimiki şeytanның keyniga kirdikan, şeytan onu qabih söz hareketlarga, yomon ishlarga buyuriydi. Allah'ın sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlardan hech odam abadiy pok bo'lmas edi, va lekin Allah xohlagan bandasini pok qiladi. Allah sizlarning so'zlaringlarni anglab turguchidir, niyatinglarni bilib turguchidir. Aranglarda ahli karam va davlatman bo'lganlar xish aqrabalarga, miskinlarga va din yo'lida hijrat qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afv qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar? Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Yomon ishdan bexabar, iffatlik mu'min ayollarga qar chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Ya'ni Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari va putlari ularning qilmishlaridan ularning ziyniga guvohlik beradi. Shu kunda Allah ularga to'liq tegishli jazosini beradi. Ular Allohning oshkora haq ekanligini biladi. Yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Eni shular ularning chaplagan böhtanlaridan pokdir. Ular mag'firatdan, nazu ne'matlik jannatlardagi esil rizqdan bahramand bo'ladi. Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramaguncha va uy egasiga salom bermaguncha kirmanglar. Va'z nasihat elishinglar, ya'ni bu go'zal axloq adabga amal qilishinglar uchun bu ya'ni ijozat so'rab va salom berib kirish pushtumtut kirishdan sizlarga yaxshidir. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmaguncha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Allah sizlarning qiladigan amallaringlarni bilib turguchidir. Shaxsiy turalg'i bo'lmagan, ya'ni dukkan saroylarga o'xshash uylarga hojitinglar tushib kirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Allah sizlarning oshkorlig'inglarni, yo'shirg'ininglarni bilib turdi. Mu'min erlarga aytqinki, namahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini zinodan saqlasin.
Mundaq qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. Mu'minalarga aytqinki, namahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini yapsın. Tashqi zinnetlerinden başqa zinnetlerini aşkarlamasin. Lichekleri bilen kökreklerini yapsın. Tashqi zinnetlerinden başqa zinnetlerini erlerden, atıllardan, qiyin atıllardan, oğullardan, erlerinin oğullardan, öz qeyrindaşlarının oğullardan, hemşehrilerinin oğullardan, dindaş ayallardan, qol astidagi cho'rlardan, xotinlarga ehtiyoj yo'q xizmatchilar, ya'ni qeri, deldish bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan, ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Aranglardagi bo'ytaq ayollarning va yaxshi qul va yaxshi cho'rilaringlarning beshini o'nglab qo'yinglar. Agar ular tuyuqsiz bo'ladigan bo'lsa, agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Allah ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allohning karimi kengdir. Allah bandalarining manfaatini bilguchidir. O'ylanmaydiganlar, Allah ularni öz karimi bilan boy qilgucha o'zlarini iffatli tutsin. Qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqisanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Allah ato qilgan mol-mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffatlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fohishiga majburlamanglar. Kimiki ularni fohishiga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Allah ularni mag'firat qilguchidir. Ularga rahim qilguchidir. Ya'ni fohishiga majburlanganligi uchun Allah ularni javobgarlik tortmaydi. Mecburluğucularını qattiq jazolaydi. Ey mu'minlar, biz sizlarga ro'shan oyatlarni, sizlardan ilgari o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun va'z nasihatlarni shak shubhasiz nozil qildik. Allah osmonlarning va zaminning nuridir. Allah'ның mu'min bandisining qalbidagi nuri xuddi chiroq qo'ydigan takchiga o'xshaydi. Uningda chiroq bordir. Chiroq shishining ichidadir. Shishi go'yo nurliq yulduzdir. Chiroq muborak zaytun daraxining yig'i bilan yo'ritilgan. U, ya'ni zaytun daraxi sharq tarafdami emas, g'arb tarafdami emas, sahroda ochiqlikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turdi. Shuning bilan uning meyvesi pishib yetilgan bo'ladi. Yig'i eng suzuk bo'ladi. Suzukligidan o't tegmisimi yorib ketayli deb qoladi. O't bilan yoritilsa, nur ustiga nur qo'shiladi. Allah xohlagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga ergishishga muvaffaq qiladi. Allah ibrat olsin deb kishilarga misollarni ularning fahmiga yaqinlashtirib bayon qiladi. Allah hamma narsani bilguchidir. Allah'ның ulug'lanishi va ismining yod etilishi buyurilgan masjidlarda mu'minlar atigan oqshomda tasbih etib turdi. Ular shundaq erlarki, so'di setiq
ularni Allah'ını zikir kılıştın, namaz öteştin, zakat beriştin, gaflet kaldırmaydı. Ula dilla ve közler kalaymakanlaşıp gitadigan gün, yani kıyamet günüdün korkudu. Allah'ını özlerinin kılgan yaxşı emellerge mukafat bersin ve özünün fazlidin aşırıp bersin deb ula şundak ibadetlerini kılıdı. Allah xalığan adamge hesapsız rızık berdi. Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovondagi sarabga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rinmaydi. Suv ko'rmaydi. U Allohning o'z amalining yenida kuzatib turuvchi ekanligini bayqaydi. Allah uning qilmishiga tegishli jazo berdi. Allah tez hisob olg'uchidir. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat to'lqinlar va to'lqinlarning ustidagi qor bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribtor bo'lg'ichi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'rolmaydi. Allah nur ato qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. Allohga osmonlardagi va zamindagilarning va qanotlarini kiygan holda uchib ketayotgan qushlarning tasbih aytadiganligini sen bilmamsan? Allah her maxluqning duosini va tasbihini biladi. Allah ularning qiladigan ishlarini to'liq bilguchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxir qaytadigan joyi Allohning dargohidir. Ko'rmamsanki Allah bulutlarni haydaydi. Ondan ularni bir-biriga qo'shidi. Ondan ularni to'playdi. Shuning bilan bulutning orasidan yomg'ir yoqqanligini ko'rsan. Allah osmondagi tog'dek bulutlardan mo'ldir yog'dirdi. Uni Allah xohlagan odamga yetkazdi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziroati, mevasi va chorvalariga ziyon yetkazdi. Va uning ziynidan xohlagan odamni saqlaydi. Chaqmoqning yo'riqi qarg'uchilarni ko'zlaridan ayirib etkili tas qoladi. Allah kechi bilan kunduzni almashtirib turdi. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. Allah her bir jondarni suvdan yaratdi. Ularning ba'zisi qo'sqi bilan mangadi, ba'zisi 2 put bilan mangadi, ba'zisi 4 put bilan mangadi. Allah xohlagan maxluqotlarni yaratdi. Allah haqiqatan her narsaga qodirdir. Şübhəsizki biz roşan ayetlerini nazil qildik. Allah o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga iymon etdik va itoat qildik deyishdi. Ondan ulardan bir jamoa shuningdan, ya'ni iymonni da'vat qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'riydi. Ular haqiqatda mu'min emas. Ularning orasida payg'ambar hukm chiqarish uchun ular Allah'ның va payg'ambarning hukmiga chaqirilsa, ulardan bir jamoa payg'ambarning oldiga hozir bo'lishdan bosh tortadi. Agar haqiqat ularning tarafida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhisalomning haq hukm chiqaradiganligini biladiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan oldi kelishidi. Ularning dillarida munofiqlik illati bormi? Yoki Muhammad alayhisalomning payg'ambarligidan gumonlanamdi? Ya Allohning va
uning payg'ambarining ularga adil bo'lmasligidan qo'rqqandu? Yo'q. Ular Rasulullohning hukmidan bosh tortganligi uchun zolimdir. Payg'ambar mu'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishlari kerak. Mana shunday kishilar maqsadga erishkichilardir. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uning taqvodorlik qilgan kishilar baxtga erishkichilardir. Munofiqlar agar sen ularni jihadga chiqishga amr qilsang, cho'qim chiqadiganligiga Alloh bilan kuchli qasam qiladi. Aytqinki, qasam qilmanglar, qasaminglar yolg'on. Sizlardan talab qilindigini sadoqatlik bilan itoat qilishdir. Alloh sizlarning qilmishinglardan haqiqatan xabardordir. Aytqinki, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular Allohga itoat qilishdan bosh tortsa, payg'ambarning elchiligini yetkazish mas'uliyati bor. Payg'ambarning elchilikni yetkazish mas'uliyati bor. Sizlarning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Agar payg'ambarning amriga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliğ qilish mas'uliyati bor. Allah içinlardaki iman etgan ve yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zimində hukmron qilgandek ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinini cho'qim mustahkam qilib berishni ve ularning qo'rqinchisini amallikqa aylantirib berishini va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi. Menga hech narsani shirik keltirmaydi. Şu va'dadan keyin kafir bo'lganlar Allohning itoatidan chiqquchilardir. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun namoz o'qinglar, zakat beringlar, payg'ambarga itoat qilinglar. Kafirlarni ziminda Allohning azobidan qochib qutula oladi deb o'ylamagin. Ularning joyi davzax bo'ladi. Davzax nima degan yomon joy? Ey mu'minlar, sizlarning qo'llaringlar, cho'rilaringlar va ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz fajrdan burun tushda uxlash uchun kiyimlaringlarni sog'an chig'inglarda va ishodan keyin mushundaq 3 vaqtda yeninglarga kirsa sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar ichilib qoladigan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga kirsa, sizlargami, ulargami hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish kelish qilib tursizlar. Alloh sizlarga oyatlarni, ya'ni shariat ahkomlarini ana shundoq bayon qiladi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Kichik bolalaringlar balog'atga yetganda ular ilgirikilar, ya'ni cho'nglar kirishga ijozat so'ragandek uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Alloh oyatlarini, dinning ishlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Yotliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rida nimchiga o'xshash tashqi kiyimlarini selib etsa, erlarning oldida odatdagi kiyimlari bilan yursa hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlarini selib etishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Alloh hammani anglab turguchidir, bilib turguchidir. Jihadga chiqolmasa, amaga gunoh yo'qdir. To'kurga gunoh yo'qdir, kasalga gunoh yo'qdir. Ey insonlar, sizlar o'z uyinglarda, ya'ni erlaringlarning, ayollaringlarning uylarida, otillaringlarning uylarida, onalaringlarning uylarida, qarindoshlaringlarning uylarida, hamshiranglarning uylarida, otanglarning qarindoshlarining uylarida, otanglarning hamshiralarining uylarida, onanglarning qarindoshlarining uylarida, onanglarning hamshiralarining uylarida,
Sizler aç kuşlarını başqırıdığanlarning uylarida, ya'ni uy egisi sirtqa chiqib ketib, uy bilan aç kuşni sizlarga topshirganlarning uylarida yoki do'stlaringlarning uylarida ijozatsiz biror nima yesanglar gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yesanglarmi yoki yakka yesanglarmi gunoh yo'qdir. Sizlar uylarga kirgan chig'inglarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Allah belgilegen mübarek pak salamını beringlar. Yani Esselamu Aleyküm denglar. Allah sizlarni tushunsin deb oyatlarni mushundaq bayon qildi. Allahqa va uning payg'ambariga iymon etgan kishilar kamil mu'minlardir. Ular musulmonlarga foydali bir ish ustida maslahatlashish uchun payg'ambar bilan jam bo'lgan chaqlarda Peygamberden icazet sormağıça ketip kalmaydı. Senden icazet soraydıganlar Allah'a ve onun peygamberine iman etadigan kişilerdir. Bazı şahsi iş için ular senden icazet sorsa, ularning içinden sen xalagan adamlarga icazet bergin. Ularga sen Allah'tan mağfiret tiligin. Allah hakikaten nihayet mağfiret kılgıcıdır, nihayet mehribandır. Ey müminler! Peygamberini sizler bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Sizlerden peygamberinin sohbetinden asta sug'urilib g'ibida chiqib ketganlarni Allah albatta biladi. Peygamberinin emriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bilinglarki, osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning mahluqotidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Allah sizlarning amaliy ahvolinglarni bilib turdi. Bandalar Allohning dargohiga qaytariladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida Allah ularning qilgan ishlarini ularga aytib berdi. Allah hamma narsani bilguchidir.